Bunisini ochmashim kerak ekan. Mebellarimiz minimalizm, remontimiz neoklastika. Ko'rib chiqamiz. Ushbu devolimizda profil oynadan foydalanib shkaf qilib berdik. Shkafni polkalarini ham oynadan qildik. Bu ham bir o'ziga xos bo'lakcha vid beryapti. Va devolimizni to'liq mebel bilan afishka qildik-da. Devolda o'zini bir skriti eshiklari bor, skriti shkaflari deymiz. Bular ham juda ham odatiy chiroyli. Bu yerda mana g'aladonlarimiz bor. To'liq foydalanish uchun juda ham chiroyli joy bo'ldi. Va yana bu yerda TV zonamiz bor. TV zona ham bir ajoyib o'zgacha chiqdi. Funksionalniy bo'ldi. Uyimizda perikos bo'lgan. Perikosni biz mebel bilan mana yo'qotib yubordik. Bu ham juda bir bo'lakcha chiqdi.